Bu yigit sport zalda emas, Dog'iston tog'larida ulg'aygan. Tanishing, Habib Nurmagomedov. Jangchi, chempion va uni hech kim sindira olmagan jangchi. 9 yoshida u ayiq bilan kurashgan. Bu oddiy Dog'istoncha bolalik. Boshqachalar chips yeb kompyuter oldida o'tirganida Habib tog'larda yugurdi. Og'riq orqali nafas olishni o'rgandi va kuch qolmaganda ham g'alaba qozonishni o'rgandi. UFC'da debyut qilganida raqiblar har xil edi, lekin u yo'lida turganlarning barchasini yutib chiqdi. 29 ta g'alaba, 0 ta mag'lubiyat. U shunchaki yutmagan, u hukmronlik qilgan, ezgan, bosgan, sindirgan, raqibni taslim qilishga majbur qilgan. Makgregorni mag'lub etgach, butun dunyoga og'zaki gap shov-shuv va mashhurlik, intizom va sharaf oldida hech narsa emasligini ko'rsatdi. Otasi vafotidan so'ng Habib mag'lubiyatsiz ketdi. Cho'qqida turib, oilasi bergan so'zga sodiq qoldi. Bugungi dunyoda hamma shon-shuhrat, pul va layk ortidan qo'yayotgan bir paytda u hurmat, an'ana va prinsiplarni tanladi. U bizga qanday bo'lishi kerak, haqiqiy erkakligini ko'rsatdi. Kuchli lekin yovuz emas, qattiqqo'l lekin nopok emas. Bu jangchi suyakdan emas, sharafdan yasalgan umurtqaga ega. Agar sizga ham shunday haqiqiy hikoyalar kerak bo'lsa, obuna bo'ling. Biz haqiqiy kuch haqida gapiramiz.